Qashqadaryo viloyatida ilk bor tarmoqsimon polietilen ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Qarshi shahridagi Batosh mahallasida Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda 1,5 gektardan ortiq maydonda yiliga 35 ming tonna tarmoqsimon polietilen mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona faoliyat boshladi. Qiymati 25 million dollar bo'lgan ushbu loyiha 4 bosqichda amalga oshiriladi. Bugungi kunda 3 million dollar investitsiya mablag'i evaziga loyihaning birinchi bosqichi ishga tushirildi. Buning uchun Xitoy davlatidan zamonaviy texnologiyalar olib kelib o'rnatildi. Qisqa vaqt ichida 85 tonna import o'rnini bosuvchi silanxom ashyosi ishlab chiqarildi. O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi munosabatlar uzoq yillarga borib taqaladi. Buyuk Ipak yo'li bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirib kelgan. Bugun bu hamkorlik yanada mustahkamlanyapti. Elektrotexnika sanoati uchun muhim bo'lgan ushbu yirik loyihamiz ham O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi do'stona hamkorlikning amaliy namunasidir. Qashqadaryo viloyatida yangi turdagi sanoat mahsulotlari, ayniqsa kabel mahsulotlari uchun yuqori sifatli kompaund ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali mintaqamiz iqtisodiyotiga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Bu loyiha ikki davlatning iqtisodiy rivojiga xizmat qiladi. Biz hamkorlarimiz bilan birgalikda innovatsion yechimlarni joriy etamiz. Mahalliy kadrlar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratamiz. Ushbu zavodda Sho'rtangaz kimyo majmuasida ishlab chiqarilayotgan polietilen granulasi qayta ishlanib, kabel mahsulotlari uchun qoplama, ya'ni polietilen kompaundi ishlab chiqariladi. Shu vaqtga qadar ushbu mahsulot Rossiya, Xitoy, Hindiston, Eron davlatlaridan katta xarajat evaziga olib kelingan. Ushbu mahsulotni ishlab chiqarish natijasida ichki bozorning yillik 25-30 ming tonnalik ehtiyoji mahalliy ishlab chiqarish hisobiga qoplanadi. Dastlabki liniyamizni ishga tushirdik. Bu liniyamiz Sivan yordamida choklangan polietilen kompauнд chiqaradi. Bu asosan 10 kilovoltgacha bo'lgan kabellarning izolyatsiyasi uchun ishlatiladi. Keyingi etaplarda xuddi shunday 35 kilovoltgacha kabellar izolyatsiyasi uchun kompauнд ishlab chiqarish rejamiz bor. Va oxirgi 4-bosqichimizda biz kabelni o'zini ham shu yerda o'zida ishlab chiqarishni reja qilganmiz. Hozirgi kunda mahalliylashtirish darajamiz 70% ga yetkazilgan. Kelajakda 90-95% ga yetkazish rejamiz bor. Loyihaning keyingi bosqichlarida kabel mahsulotlari uchun zarur bo'lgan peroksid xom ashyosi, yong'inga chidamli polietilen izolyatsiya kompaundi va so'nggi bosqichda tayyor kabel mahsuloti ishlab chiqariladi. Ushbu mahsulotlar respublikamizdagi 40 dan ortiq kabel ishlab chiqaruvchi korxonalarga yetkazib beriladi. Jami 65 ta ish o'rni yaratiladi. Loyihaning ishga tushirilishi import hajmini kamaytirish, ichki sanoat tarmog'ini mustahkamlashga xizmat qiladi.